Tikkoncha ilovasida endi xo'janak himoyasi, qalqon himoyasini qanday yoqamiz va yoqish davomida so'raladigan ruxsatlarni qanday beramiz. Shularni ko'rsatib o'taman. Qo'limdagi telefon Honor va ruxsatlarni berish albatta telefonlarga bog'liq bo'ladi. Redmi'da boshqacharoq, Samsung'da biroz boshqacharoq, lekin asosiy ismlari deyarli bir xil. Boshladik. Xo'janak himoyasi. Men hozir nazorat oynasidaman, xo'janak himoyasini yoqaman. Va switchni bosishimga menda ruxsatlarni so'raydi. Bu ruxsatlar kerak bo'ladi, chunki bizda ilovalarimizni bloklash, veb-saytlarni bloklash uchun albatta bular kerak bo'ladi. Ishlash vaqti. Ya'ni ishlash vaqti albatta qaysi ilova qancha vaqt ishlashini telefonga beradi. Bu unaqa darajadagi chuqur ma'lumot emas. Bersak bo'ladi bemalol. Ruxsatni berdim. Ortga qaytaman. Mana eslatma xizmati albatta notificationlar kelishi uchun bunga ham ruxsatni beraman. Ustida ko'rsatish, ya'ni bloklashimiz ishlashi uchun. Ya'ni bloklandi degan o'ynani chiqarishimiz uchun bu ruxsat bizga kerak bo'ladi. Buni ham berdik. Joylashuv. Biz joylashuv asosida jadval yaratganimizda bu ishlashi uchun albatta joylashuv ruxsatini berishimiz kerak bo'ladi. Har doim. Va hozir menda GPS o'zi yoniq bo'lgani uchun menda GPS ni so'ramadi. Agar GPS o'chik bo'lsa, bu yerda GPS ni so'raydi. Albatta GPS ni ham yoqib o'tib ketish kerak bo'ladi. Batareya tejash, e'tiborsiz qoldirish qildik va bo'ldi. Shuning bilan bizda xo'janak himoyasi faollashdi. Xo'janak himoyasida ham albatta jadvallar ishlaydi, bloklashlar ishlaydi, faqat biroz kechikish bilan. Lekin sizda o'rnida aniq ishlaydigan hamda ilovani o'chirib tashlashni oldini oladigan rejim kerak bo'lsa, albatta qalqon rejimini yoqishingiz kerak bo'ladi. Qalqon rejimiga o'tamiz. Bu yerda ham qalqon nima, u haqida ma'lumotlar berib o'tilgan, o'qib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bo'ldi mana. Endi qalqon oynasidamiz. Qalqon rejimi hozir o'chik. Faollashtirish uchun tugmani bosamiz va bizdan yana ruxsatlar so'raladi. Birinchisi admin ilova. Admin ilova nima uchun kerak? Admin ilova biz telefoningizni boshqarish uchun so'ramaymiz. Admin ilovadan maqsad ilovani o'chirib tashlash tugmasini bosganda o'sha o'chirib tashlashni oldini oladi. Faollashtiramiz. Va maxsus imkoniyatlar. Aynan bizga eng kerakli qismi maxsus imkoniyatlar. Bu ham ilovani o'chirish yoki belgilangan ruxsatlarni o'chirib tashlashni oldini oladi. Bunga ham ruxsat beramiz. Roziman deymiz va bu yerdan o'zi maxsus imkoniyatlar oynasiga olib o'tadi. Bu Honor'dagi mana shunday ko'rinishda yuklab olingan xizmatlar va bu yerdan tikkonchani topamiz, faollashtiramiz, OK deb bosamiz. Mana do'stlar, ruxsatlarni berdik. Endi keyingi etap. Qalqonda keyingi etap va bu yerda ochish usulini tanlang. Ya'ni biz buni faollashtirgandan so'ng xohlagan paytda o'chirib olishni oldini olish maqsadida 4 xil usulni qo'yib qo'yganmiz. Timer, maxfiy kod, matn kiritish, ota-ona ruxsati. Albatta ota-onalar shunday farzandlarini telefonida qalqon rejimini yoqishayotgan bo'lsa, ota-ona ruxsati bilan qilishlari mumkin bo'ladi. Hozir biz bu yerda maxsus kodni ishlatamiz. Maxsus kodni tanlayman va biz 4 xonali kod kiritamiz. Hozircha 4 dan 0. Saqlashni bosamiz, davom etishni bosamiz. Mana qalqon rejimi yoqildi. Ortga qaytadigan bo'lsak, himoya faollashdi. Endi buni o'chiraman desangiz, qalqon rejimiga kirib o'chirishni bosamiz va biz o'chirish usulini kiritishimiz kerak, ya'ni maxfiy kodni. Agar buni xato kiritsangiz, maxfiy kod xato deydi va o'chira olmaysiz. Mana shunday. Shu bilan bizni ilovamizda qalqon rejimi to'liq ishlayapti va ilovalar bloklanishi to'liq boshlandi. Misol uchun mana qalqonda ilovani ustiga lomkilik qiladigan bo'lsam, sirazi sozlamalarga kirishni taqiqlaydi. Ya'ni bu bir muncha ilovani o'chib ketish, o'chirib yuborishni oldini oladi. Albatta bu umuman ilovani o'chirib bo'lmaydi degani emas. Chunki bunga Android o'zi yo'l qo'ymaydi. Albatta yo'lini topgan ba'zi bir insonlar o'chirib yuborishlari mumkin. Bu o'zlariga bog'liq. Biz qo'ldan kelgancha ilovani himoya qilishga harakat qildik.